Assalomu alaykum. Qaysi o'quv markazi tanlay, qaysi o'quv markaziga borib o'rganay degan savollar ko'p yoshlarimiz uchun. O'quv markazini tanlayotganda bitta e'tibor qiladigan jihati ikkita narsa borda. Masalan, ko'pchilik o'sha foydani oshirishga e'tibor qilishadi-da o'quv markazida. Foydani oshirishdan ham ko'ra o'sha sifatga e'tibor qilgan o'quv markazlarini tanlab olish kriteriyasini o'rgatmoqchiman. Bu o'quv markazida qanaqa bo'ladi desangiz, ular ana o'sha tortmaydigan bolani darrov chiqarib yuboradi. Ular ya'ni elitligi, tez o'rganadigan, intensiv o'rganadiganligini o'sha nima deydi, fokus qiladi, e'tibor qiladi. Ana o'sha o'quv markazidan qayerdan topsa bo'ladi degan savolga tez bola tayyorlaydigan joylarni qarash kerak. Tortmasa haligi bolaga anaqa qo'yib qo'yish kerak. Masalan, kimdir o'ta olmadi, yiqildimi, 3 oy pauza deyish kerak. Ya'ni darrov bo'pti, yana boshdan shuni boshlayverasan demaslik kerak-da. Men imtihondan o'ta olmasa. O'zi asli imtihon qilganidan o'ta olmasa qaytarib o'shani o'qitganini o'zi ham yaxshi o'quv markazi deyishyapti-da. Lekin aslida pauza qo'yib qo'yish kerak. Nega? Bola yaxshi harakat qilsin, o'ta olmay qolib ketaman deb turib qattiq harakat qilib o'tib ketsin o'sha etapda. Bu bir. Ikki, o'quv markazida ana o'sha ustozlar bilan shogirdlarning ratiosini qarash kerak. Ya'ni juda ko'p talaba bo'lib ketmaslik kerak-da. Chunki u e'tibor kamayadi. E'tibor bilan qalbdan o'tadi deymiz ilmmi? Shuni hisobiga ustozning e'tibori juda ham muhim shogirdlarga, ya'ni o'quvchilarga. Shunga qarash kerak. E'tibor uchun, ya'ni kam odami bor o'quv markaziga kirilsa yaxshi. Ya'ni asli ko'p odam kiraman deydi u yerga, lekin kam sonli odamga o'rgatishadi sifatni ushlab turish uchun. Yana bitta kriteriya, ikkita kriteriya bo'ldi. Uchinchi kriteriyamiz intensiv o'rganish, tez o'rganish dedik-ku. Intensiv degani masalan ko'p joylarda haftasiga 10 soatdir, 5 soatdir qilib o'qitadi-da. Bu yaxshi emas. Umuman yaxshi emas bu narsa. Nega desangiz, ular bu narsani qilishidan maqsad asli yaxshi tez o'rganish uchun ko'pgina o'qitish kerak. Qattiq jamlab turib o'qitish kerak. Bu narsa haqida ko'p resurslar olib borilgan. Intensiv bitta narsaga e'tibor qaratib turib, puxta o'rganib turib chiqib ketish kerak. Imom G'azoliy ham shunaqa degan, ilm o'rganayotgan odam bitta ilmni zo'r o'rganib turib, keyin boshqasiga o'tish kerak deganda. Demoqchi bo'lganim, ana o'sha sizga tez, masalan, haftasiga ko'p dars o'tadigan joylarga borish kerak. Bunaqa joylar qimmat bo'ladi, lekin o'sha ko'pchilik aynan shu muammoni deb turib, ya'ni qimmat bo'lsa odamni kelmay qo'yadi deb turib arzonlatishadi-da, dars kamaytirishadi. Kuniga 2 soatdan, 4 soatdan, haftasiga juda bo'lsa 10 soatdan qiladi. Asli 40 soat o'tsa ham bo'ladi, 20 soat o'tsa ham bo'ladi. Nega desa, 20 soat, 30 soat dars o'tsa, talabalar ko'p pul to'lash kerak-ku. To'g'rimi? Ustoz ko'p vaqt sarflayapti. Ko'p pul to'lagisi kelmaydi odamdan. Katta ko'rinib ketadi ko'ziga. Shuning uchun ana o'sha arzon qilib turib, ko'p son o'qitishadi, sifat tushadi, bola uzoq muddat o'qib yuraveradi. Masalan, yillab o'qishi mumkin bitta ingliz tilini. Men shunga hech ham tushunmayman. Ingliz tilini nega yillab o'qish kerak debda. Men ana o'sha 3-kursni tamomlayotgan paytim, 4-kurs vaqtida ingliz tilini o'rganishni boshladim bakalavr payti. Lekin o'quv markaziga borganda pulim ham yo'q, vaqtim ham yo'q. O'zim o'tirib o'qiganda pulim ham, vaqtim yo'q. Nima qilganman? IT sohasida o'sha praktikant edim, kompaniyada ish o'rganayotgandim. Ana o'sha joyda hamma ruscha qidirardi Googledan 2013-14-yillari. Men inglizcha qidirdim. Kitoblarni ruscha o'qishardi, men inglizcha kitob o'qidim shu sohamda. Yo'lma-yo'l o'rganib ketdim, 1 yil vaqt olgani yo'q. IELTS oldim. Aytmoqchi bo'layotganim, inglizini o'ziga bir yillab o'qib yurish meni qonimni qaynatyapti, rosti gap. Ya'ni men ishonaman, unaqa saviyali, kuchli ustozlar bor, lekin ana shu o'quv markazlarini to'g'irlash kerak va to'g'ri o'quv markazi tanlash kerak. Ya'ni intensiv, tez o'rgatadigan, sifatli o'rgatadigan. Qimmat bo'lsa ham. Bu eng keyingi masala. Qimmat deganimiz, masalan, bizda Humblebee Academy $500 oyiga. Qimmat ko'rinib ketadi odamlarga. Lekin bizda 6 oydan ko'p qolmagan akademiyada qolganlar, o'zi ish nima deydi, kompaniyaga kirib pul topishni boshlaydi 6 oyda. 4 yil yurasiz siz. Bizda qimmat, undan qimmat narsa to'lab, dollarlab, $5000 yoki $2000 to'lab, yillab o'qib, 4 yilini to'lab, ya'ni pul u yoqda tursin, siz 4 yilingizni to'lab, yana ishga kirishingiz aniq emas. Biz Humblebee Academy'da $500 o'qib turib, 6 oyda o'sha ularni ishli qilib qo'yamiz. Uzoq ketsa 1 yil, chunki bu yog'iga o'sha sal yosh kichkinalarni olib, o'sha chuqurroq shug'ullanyapmiz, uzoqroqqa borishsin bular, kattaroq, ko'proq pul topishsin deb. Uzog'i 1 yilda o'sha ular pul topadigan darajaga o'tib ketadi. Bo'lmasa 6 oy, o'rtacha 6 oy. Lekin odamlar buni qimmat deydi $500. Chunki
tushunishmaydi. Ya'ni boshqa joylarda masalan 200 dollardir, bilmadim 100 dollardir. Lekin ular yillab o'qitadi-yu va ularni bitirgandan keyin ish bor yo'qligi betayin. Bizda torta olmagan yigit o'sha 6 oyda biz chiqaramiz. Ya'ni uzr, mana shunaqa o'xshamadi. Sizni chiqaramiz yoki sizni garantiyangizni olmaymiz. Ya'ni yursangiz yuravering-u, sizga mana shuni bitirganingizdan keyin ish ta'minlab berish garantiyasi bizda emas. Mana shu ish ta'minlash garantiyasini ham olish kerak o'quv markazida aslida. Ya'ni shu narsaga ham qarash kerak. Ko'p o'quv markazlari olmayapti uni. Oson emasdi chunki u. Lekin biz ana o'sha Humblebee uni uddaladik. Ya'ni osonlik odamlar bilan qildik. Chunki boya aytyapmiz-ku, kuchli odamlarni tanlab olib turib, tortadiganini o'qitish kerak, tortmaydiganini umrini zoyi qilmaslik kerak. Shu 3 ta kriteriya, mana shunga qarab turib o'quv markaz tanlash kerak.